Shu sumkalarning hammasi bepul do'stlar, mana upakovka bo'lyapti. Qaranglar. Bu videoda samarqandliklarga jo'natib qo'yasizlar. Samarqandlik otasiz, nogironligi bo'lgan, boquvchisi yo'q. Xullas, oilada erkak kishisi yo'q bo'lgan, qiynalgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, shu oilalarning farzandlariga, ya'ni 2-sinfdan boshlab 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga maktab o'quv qurollarini bepulga qilib beramiz. Sharti ularda otasi bo'lmasligi kerak, qiynalgan oilalar, boquvchisi yo'q oilalar bo'lishi kerak. Agar shunaqa oilalarni bilsalaring, bu video jo'natib qo'yinglar. Kengroq tarqalishi uchun Samarqandlik hammaga jo'natib qo'yinglar. Samarqandliklar bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi oilalarni bilsalaring yoki shunaqa oilalar ko'rayotgan bo'lsa, mana bu nomerga telefon qilib aloqaga chiqib yozdirsalaring bo'ladi. Biz Xudo xolasa 2-iyul kuni Samarqandga borib, mana shu bolajonlarni hammasiga tarqatamiz. Agar Samarqandlik saxovatpeshalar bo'ladigan bo'lsa, men ham shu yetimlarning boshini silayman deb himmat qilaman deganlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar ham aloqaga chiqinglar, bog'lanamiz, albatta birgalashib mana shu otasiz bolajonlarning ko'nglini olamiz.